da sensación, da sensación, da sensación, da sensación, da sensación. Assalomu alaykum do'stlar, siz 303 Barin kanaliga xush kelibsiz. Bugun TikTokdagi eng qiziq videolarni birdan ungacha baholaymiz. Qaysi video eng yuqori baho oladi? Keling boshladik. Da sensación, da sensación, da sensación. Bu videoga o'rtacha o'ndan 8 ball bergan bo'lardim, chunki juda ham zo'r killlar. Nothing beats a Jet 2 holiday. I rock like pebble. Videoni ko'rgan holda uyushtirilgan deb o'yladim. Shunda ham juda ham chiroyli urgani sababli o'ndan 6 ball bergan bo'lardim. Bu videoda M24 da juda ham chiroyli killlar bo'lgani sababli o'ndan 8,5 ball bergan bo'lardim. Это что сейчас было? Bu videoni montaji juda ham chiroyli bo'lgani sababli o'ndan 5 ball bergan bo'lar edim. Klasikda juda ham chiroyli killlar bo'lgan. Shu sababli bu videoga o'ndan 9 ball bergan bo'lardim. Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! Bu videoda hayratga solgan bitta narsa bu past 370 metrdan urgani. Bu videoga o'ndan 7 ball bergan bo'lar edim. Dominator. Vezi, Nicolas, joacă ăsta. Ce zic, mamă, ce joacă fraierul ăsta? Videoda hayratga solgan narsani ko'rmadim. Shuning uchun o'ndan 5 ball bergan bo'lar edim. Bu videoda bitta skladga qarshi juda ham chiroyli o'yin ko'rsatgani sababli o'ndan 7 ball bergan bo'lar edim. نعم أنا قراءة الإنترنت. Bu videoda oxirida panyat qilgani sababli undan 6 ball bergan bo'lar edim.
oxirgi videoni kommentga 1 dan 10 gacha o'zingiz baholab keting. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, xayr, omon bo'ling.